yana HTMLdan savol. Image degan tag bor, to'g'rimi? O'shani alt degan attributi bor. O'sha nima uchun kerak? Alt degan attributi bu o'sha imagega birinchi o'sha vizualniy tomondan masalan agar image noto'g'ri bo'lib qolsa, agar chiqmay qolsa, o'sha alternativ birinchi chiqadi. O'shaning uchun ham kerakli. Keyin kod jihatidan ham yaxshiroq. Nimasi yaxshi? Endi aniq bilmayman tasnifini. Bizga hozir esimdan chiqqan sal o'sha yozib ketish kerak deb aytilgan. Misol mana Next ishladim dedingiz, Next.js'da yozmasangiz xato ko'rsatadi. Keyin yana bitta narsa bor, ko'pchilikdan so'rasangiz, nimaga Next.js ishlatyapsan desangiz, hamma aytadi SEOsi zo'r deydi. Shu alt ham SEO bilan ham bog'liq. SEO bu degani Search Engine Optimization, ya'ni Google poisk bor, Google qidiruv. O'sha qidiruvda imagega alt bersangiz, o'sha alt bo'yicha tushunib oladi qanaqa rasmligini. O'sha siz aytgan ham to'g'ri, image anaqa load bo'lmagan bo'lsa, ya'ni yuklanmagan bo'lsa, o'sha tekst chiqadi. Shu yana screen reader degan narsa bor. O'sha uchun ham kerak alt. Degan javobingiz to'g'ri. Qo'shimchani qo'shib qo'ysangiz mukammal bo'ladi.